sen azizim, qora ko'zligim, sevgili yulduzim, shirin so'zligim. Qo'limda senga deb suzilgan sharob, ko'zlarim yo'lingda anor yuzligim. Qo'lingda menga deb suzilgan sharob, ko'zlarim yo'lingda shirin so'zligim. Kel, gul yor aytib kel, yangrasin har yon. Dilrabo kuyingga to'lsin osmon. Kel bahoramsini kuyga solib kel, dalalar nafasin birga olib kel. Bo'yingdan gurkirab tursin xonamiz. Kel bahor singari xandon solib kel. Bo'yingdan gurkirab tursin xonam. Assalomu alaykum, xonimlar va janoblar, xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Bugun ushbu muhtasham koshonada Bog'shamol deb nomlanmish ajoyib bazmgoh chiroyli restoranda Rahimovlar hamda Fozilovlar oilasida ajoyib to'y, chiroyli xursandchilik. Sababi O'lmasxon akam hamda Komilaxon ayajonimizni farzandlari o'g'illari Nodirxonni, Faxriddin akam hamda Gulandonxon ayajonimizni farzandlari qizlari Gulmiraxonlarni baxtli nikoh to'ylari. Kelinglar aziz mehmonlar, to'yimizni boshlashdan avval bugungi kechamiz qahramonlari, kechamizni shoh va malikalari bo'lgan ikkala yosh kelin-kuyovlarni, Nodirxon hamda Gulmiraxonlarni chiroyli musiqiy sadolar ostida hurmat bilan joyimizdan tikka turgan holda davraga taklif etamiz hamda kutib olamiz. Yuzda quvonch, dilda ishonch, yaxshi niyat ila qo'lingni och. Abadiy muhabbat hadya etsin,
dildoshim. Yuzda kunlar, nurli kunlar, hamrohingiz bo'lsin baxtli tunlar. Hech qachon go'zallik tark etmasin sirdoshim. Kuyov va kelinchak, baxt bo'lsin belanchak. Baxtingizga hech ham ko'z tegmasin kuyov kelinchak. Baxtingizdan tarasin ishq nafasi, ko'rganlarni kelsin sizga havasi. Bismillahirrohmanirrohim. Yor-yordan boshlandi aziz oila, hech bir tan qolmadi baxt tilamagan. Baxtlar sinfdosh, qom va qarindosh, baxtli bo'l kuyov to'ra, baxtli bo'l kelin. Oila degan yangi davlatga kelin ila kuyov chiqishgan taxtga. Birlari o'xshaydi jasur Farhodga, birlari o'xshaydi go'zal Shiringa. Istaklarim men ham etsam bir bayon. Handalarda bol tomganda bu ayyomda ziyofatda turdan o'rin olgan yoshlar vafodorlar sizga dildan ehtiromlar. Yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum ushbu dargohga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Assalomu alaykum mana shu koshonada yugurib, yelib xizmat qilayotgan aziz mezbonlar, aziz to'y sohiblari. Mana bugun bu fayzli koshonada katta bayram, katta tantana, katta shodiyona, katta to'yxona va katta nurxona sababi ushbu turda bosh egib turgan ikkala yoshning nikoh, baxt va visol to'ylaridir. Men avvalambor shaxsan o'z nomimdan, qolaversa ushbu davrada ishtirok etib turgan san'atkorlar va san'at ahli nomidan bu yoshlarga uzoq umr, baxt va saodat, sog'lik, salomatlik, katta boylik va cheksiz muhabbat tilab qolaman. Sizga tilaklarim bir jahon bo'lsin, boshingizda nurli osmon bo'lsin. Kunduzning g'aroyib chog'idir oqshom, saodat birla u nurafshon bo'lsin. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'shcha qarib baxtli bo'linglar. Kelinglar azizlar, ana endi bugungi davramizni mana shunday bir ajoyib to'y tomoqsho xursandchiligimizni, qolaversa chiroyligina bezatilgan dasturxonimizni, san'atkorlarning ajoyib musiqiy sadolari ostida, sizlarning guldiroz qarsaklaringiz ostida bugungi davramizni, to'yimizni, kechamizni ochiq deb e'lon qilamiz. Tashakkur, sog' bo'linglar, ko'p rahmat. Ana endi bugun kechamizni shoh malikalari bo'lgan ikkala yosh kelin-kuyovlarni, Domoto'ra ukamiz Nodirxon hamda kelinimiz Gulmiraxonlarni o'zlarini baxtlarida qurilgan taxtlarga o'tirishga ruxsat beramiz. Marhamat. Nodirxon kelinimizni taklif eting o'tirishga. O'tiringlar. Hayotinglardagi eng mazmunli, chiroyli, o'yin, kulgu, xursandchilikka boy bo'lgan baxtli visol oqshominglarni mazza qilib tomosha qilib o'tirasizlar degan niyatdamiz. Aziz mehmonlar, hurmatli davra qatnashchilari, davramizni, to'yimizni, kechamizni, to'kin dasturxonimizni ochiq deb e'lon qildik. To'kin dasturxon atrofiga sizlarni taklif etamiz va albatta oldingizga qo'yilgan noz-ne'matlardan bemalol tanovvul qilib o'tirishlaringizni so'raymiz. Tabarruk nonlardan sindirib, zilol suvlardan simirib, jannat makon yurtning jannati mevalaridan bemalol tanovvul qilib o'tirishlaringizni so'rab qolamiz va albatta to'yimiz, kechamiz, davramiz davomida sizlarga yoqimli ishtaha va yaxshi kayfiyat tilaymiz. Hurmatli davra ahli, aziz mehmonlar, bugun ushbu koshonada Tolibxon Eshon bobomizni oilalari, farzandlari, qolaversa avlodida Alloh rahmat, shoistai jannat qilsin Eshon bobomizni, Tolibxon Eshon bobomizni
nevaralarini to'ylarida sizu biz ishtirok etib turibmiz. Qolaversa, Rahimovlar hamda Hozilovlar oilasida ajoyib to'yda chiroyli xursandchilikda shohidimiz O'lmasxon akam hamda Komilaxon ayajonimizni farzandlari Nodirxonni, Faxriddin akam hamda Gulondanxon ayajonimizni farzandlari, qizlari Gulmiraxonlarning baxtli nikoh to'ylari shu munosabat bilan to'kin dasturxon atrofida ana shunday ajoyib bazmgohda diydor ko'rishib, uchrashib turibmiz. Albatta biz o'z o'rnida yoshlarni muborakbod etamiz. Barchalaringiz nomingizdan yoshlar baxtli bo'lsin. Qo'sha qaranglar. Aziz mehmonlar, hurmatli davra qatnashchilari, bugun O'lmasxon akam xonadonida bo'layotgan ajoyib to'yni yanada chiroyli va yanada jozibali va yanada xushchaqchaq o'tkazish uchun qo'lida sozi, bulbul ovozi va go'zal raqqosalari bilan bir guruh san'atkorlarimiz kelishgan. Hozir men hurmat va katta ehtirom bilan navbatni san'atkorlarga beraman. San'atkorlarimizni ajoyib dilrabo kuy qo'shiqlari sizu bizni xushnud etadi degan niyatdaman. Marhamat qilib kutib olinglar bugun sizlarning xizmatinglarda. Samarqandlik xushovoz xonanda, o'zbek va tojik estradasining yorqin yulduzi, betakror ovoz sohibi, behisob muxlislarning hofizi Sanatjon Jalilov boshidagi san'atkorlar o'zlarining chiroyli san'atlari bilan ko'ngillaringiz rom aylaydi. Yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaqa qamroq bo'lsin. To'ylar muborak. Navbat san'atkorlarga marhamat. Ilk chiqishlari yoshlar uchun ajoyib tuhfa, qolaversa chiroyli surpriz. Marhamat. Guruhni davraga taklif aylaymiz. Marhamat.
ها بالای تو شود خلق سمرقندی منم سلام و سلامت گردن توی تماشا کنن همه وقت بردم گردن خلق منم سا باشد همه وقت بردم باشد چرا ها سا باشد همه وقت بردم باشد و سمرقندی از این توی بالای توی شود در سمرقندی از این توی ها بالای توی شود یار یار یاره یار یار یاره ای یار یار یاره دل بکس نده یاره دل بکس نده یاره. Rahmat, baraka topinglar. Sanatjon Jalilov. Nodirxon. Hop, sizlarga shunaqa bir taklif. Bemalol o'tiringlar. Tabrikga chiqqanlar uchun tik turib, qo'linglar ko'ksinglarda hurmat qilsanglar bo'ldi, shuni o'zi kifoya. Qolgan paytda bemalol, ichib maza qilib, gaplashib, hangama qilib o'tiringlar, xo'pmi? Tortinmanglar, tortinmanglar. Beni sevsen yoshligimda ham soch oqargan chog'da ham sev. Beni sevsen sog'ligimda ham bemor yotgan chog'da ham sev. Beni sevsen birga yurganda yalnız qolgan chog'imda ham sev. Beni sevsang kiyim yarashmagan chog'imda ham sev. Beni sevsang yoshligimda ham soch oqargan chog'imda ham sev. Gar baxtingdan umidvor bo'lsam, baxtsiz yurgan chog'imda ham sev. Ko'ngling bo'lsin nurday musaffo, qalbaki emas chin yurakdan sev. Meni sevsang birga yurganda yalnız qolgan chog'imda ham sev. Meni sevsang yoshligimda ham soch oqargan chog'imda ham sev. Yuragimni topshirdim senga, vaqtincha emas bir umrga sev. Yuragimni topshirdim senga, vaqtincha emas bir umrga sev. Meni sevsang birga yurganda yalnız qolgan chog'imda ham sev. Meni sevsang kiyim yarashmagan chog'imda ham sev. Beni sevsang yoshligimda ham soch oqargan chog'imda ham sev. Beni sevsang sog'ligimda ham
yotgan chog'imda ham sev, sev, meni sevsan, meni sevsan, meni sevsan, meni sevsan. Ikkalamiz yurib borgan kechalar, bir nigohdan bir havodan nafas olgan kechalar. Ne qilayki endilikda bog' ko'chalar buzildi, bog' ko'chalik gul hamrohim begonaga yov bo'ldi. Shu suvda ko'zim qoldi dog'da, aytolmadim so'zim qoldi. Sevgil tong şabadasını
Sevgili tam şabadasını tağlarning gulnolasini eshit oshiq nolasini bu diyorim deb yig'lama eshit oshiq nolasini bu diyorim deb yig'lama vafodor deb yig'lama qani yor vafodorim deb yig'lama qani yorim deb yig'lama 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 qosh kiprikdan o'g'izadi husningdan oyaladi qosh kiprikdan o'g'izadi husningdan oyaladi yig'lasang g'anim kuladi bo'ldi yorim deb yig'lama vafodorim deb yig'lama vafodorim deb yig'lama qani yorim deb yig'lama qani yorim deb yig'lama sevgili tom shabodasini tog'larning gullolasini sevgili tom shabodasini tog'larning gullolasini eshita oshq nolasini bo'ldi yorim deb yig'lama vafodorim deb yig'lama vafodorim deb yig'lama qani yorim deb yig'lama qani yorim deb yig'lama endi u senga yaramas vafodorim deb yig'lama qani yorim deb yig'lama ey mani sev begonani emas endi u senga yaramas ko'zing yoshiga arzimas bo'ldi yorim deb yig'lama vafodorim deb yig'lama vafodorim deb yig'lama qani yorim deb yig'lama qara oynaga jonim yo'q mani zarra yamonim qara oynaga jonim yo'q mani zarra yamonim o'zing bo'l mani mehmonim bo'ldi yorim deb yig'lama vafodorim deb yig'lama vafodorim deb yig'lama qani yorim 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 deb yig'lama
باشید مبارک شود. boshida toraga zag'orani yopolmay doda cholu kampir ovora zag'orani yopolmay doda cholu kampir ovora yolmana kelmoqda tashlab qo'ysa qadam agar menga boqmasa doda rosa qiladi alam agar menga boqmasa doda rosa qiladi alam yorim ketaman dedi ketizgani qo'ymayman yorim ketaman dedi ketizgani qo'ymayman yo'llarida tushib olib doda o'tkazgani qo'ymayman yo'llariga tushib olib doda o'tkazgani qo'ymayman Ketsang nima parvoyim Jonim omon bo'lsa doda yana bittasi yorim Jonim omon bo'lsa doda yana bittasi yorim Yorim ketaman dedi ketizgani qo'ymayman Yorim ketaman dedi ketizgani qo'ymayman Yo'llarida tushib olib doda o'tkazgani qo'ymayman yo'llariga tushib olib doda o'tkazgani qo'ymayman yorimni ko'ngli nozik bunga to'g'ri yo'l topay sevgimni izhor aylab doda yor qalbini shod etay sevgimni izhor aylab doda yor qalbini shod etay yorim ketaman dedi ketizgani qo'ymayman yorim ketaman dedi ketizgani qo'ymayman yo'llarida tushib olib doda o'tkazgani qo'ymayman yo'llariga tushib olib doda o'tkazgani qo'ymayman tabibiman tuyishkiman habibiman bosib yo'q tabibiman tuyishkiman habibiman رسیب دادم بنامی تو فریادم در راهی من همین عشق باز نکنی بربادم نمیرسی بدادم بنامی تو فریادم در راهی من همین عشق باز نکنی بربادم باز بیا طبیبی من بی عشقی من حبیبی من باز بیا طبیبی من تو عشقی من حبیبی من عشقی من حبیبی من عشقی من حبیبی من
joyda bo'lay so'yla ey ofatijon sarfiramo ayta ish bazmi o'shan lolarman senga parvona bo'lay lolarman senga parvona bo'lay jonim fidoyi chashmi mastona bo'lay suqanidan to'kilur obi hayot har zamon soqi paymona bo'lar suqanidan to'kilur obi didanima biyo mahto daromad biyo asisam biyo sabram salomad yoname vay yoname az g'ama kashti moname ukari jononaye girdi tuman parvonaye dugdari gu asale tumohi tofone mane dugdari jononaye girdi tuman parvonaye hoy gul hoy gul hoy gul hoy gul baloyi chum hoy gul shirin zamon siz malikayi zibo siz malikayi zibo siz malikayi zibo Slayd showusini birgalikda tomosha qilamiz va albatta keyin yana yaxshi niyatlar, ajoyib tilaklar bilan Yuragim kutgandi baxtini uchratdi nahot kutganim bilsang edi ko'rguncha seni qanchalar alam yutganim Bu gap mana taqdirim tasvir Baxtni nasib etar menga Bugun o'zim muhabbat mastim Jonim fidoyur senga jonim Qo'nchoqlar muhabbat gulim azizim Sen o'zing ko'zim nurim jonim O'tar balki vaqt ham ehtimol yolg'izim yuragimda Sen xon ayrolmas endi hech kim sendan na jonu na jismim bor ekan totanda nafas lablarim aytadi ismingni Ko'zingda iqbolim mujassam Yuragimda xavotir tindi Ne kelsa ham ne bo'lsa ham Bizlar to'g'at birga endi jonim Qo'nchoqlar muhabbat gulim azizim Sen o'zing ko'zim nurim jonim O'tar balki vaqt ham ehtimol yolg'izim yuragimda Sen xon
shu'lasi og'ushida ekan ey men sen bilan qiroli chaman agar dunyoni suvolsa ham osmonini tashlasalar ham bilsin elakda elaganlar ey men sen bilan qirolichaman olamda yolg'izim unutma bir so'zim seningla men faqat qirolichaman la 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 qirolichaman yaqinlarim tushunmasalar meni gunohkor deb bilsalar oz bo'lsa ham baxtli bo'laylik men sen bilan qirolichaman juda ham chiroyli sevgi qissasini tomosha qildik. Ajoyib tarzdagi videorolik. Nodirxon gap bo'lishi mumkin emas, salomat bo'linglar. Har qanday aktyor va aktrisalardan a'lo darajada bajargansa o'zingizlarni albatta rolinglarni sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Aziz mehmonlar, men ozginagina bo'lsa ham bilganimcha ikkala yosh to'g'risida xo'p ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Mana ham O'lmasxon akamlardan eshitib juda ham zavqlanganman. Demak, Amerikadagi mahobatli universitetlarni bitirib, o'qib, tahsil olgan bu yoshlar. Demak, Nodirxon tarix fakultetini bitirgan bo'lsa, kelinimiz Gulmiraxon matematika fakultetlarini a'lo darajada bitkazib, ikkalovlari ham yaqinda o'qishni tamomladilar. Ularga kelajakda oq yo'l tilaymiz. Ilohim o'z o'rinlarini topishliklarini so'raymiz. Qo'sha qarab baxtli bo'linglar ilohim. Qolaversa, hozirgina ko'rgan siz biz chiroyli tarzda tomosha qilgan love storyni ham beshizga mana shu tarzda o'zlari olishmagan, juda ham bir chiroyli tarzda syomka qilishgan. Men juda ham maza qilib tomosha qildim. Buni yana ham shunga qaraydigan bo'lsak yoki tarixiga nazar soladigan bo'lsak, ikkalovlari ham maktablarda, endi Amerikada bo'layotgan voqea bu, maktablarda, qolaversa kollejlarda juda ham chiroyli, a'lo darajada, oliy darajada o'qishib, ikkalovlari ham ikki tomondan bir-birini tanimagan holda olimpiadaga borib, adashmayapmanmi? Olimpiadada birgalikda topishib, ko'rishib, mana bugun bir-birlariga ko'ngil qo'yib, muhabbat qilishib, mana bugun to'ylarini nishonlab turibdilar. Baxtli bo'lsin, bitta chiroyli qarshi echalasizlar. Salomat bo'linglar. Ikkalalari ham, ikkala yosh ajoyib o'qimishli, ziyoli oilani farzandlari. Ilohim bularni baxti, kamoli, qolaversa toju taxtini ko'rib yurish ota-onalarga nasib etsin. Endi ijozat bersanglar, men ushbu davraga kamol ehtirom bilan sizu bizni qo'llari ko'kslarida ochiq yuzi shirin so'z bilan qarshi olgan oilaviy xursandchiliklarni, farzandlarning baxtli to'ylarini sizu biz bilan birgalikda nishonlayotgan to'yimiz sohibalari O'lmasxon akamlarni, Komilaxon ayajonimizni, Faxriddin akamlarni hamda Gulandamxon ayajonimizni ushbu davraga taklif etmoqchiman. Ikkala yoshni padar buzrugvorlari, volidai muhtaramalari marhamat qilinglar, kelinglar azizlar. Marhamat. Faxriddin aka xudamizni, Gulandamxon ayajonimizni, kelinimizning volidalari hamda to'yimiz sohibi O'lmasxon akamlarni, Komilaxon ayajonlarimizni
ushbu ijodiy sahnamizga, davramizning markaziga taklif etamiz. Va o'z o'rnida aziz mehmonlar bir narsani aytib o'tmoqchiman. Ayniqsa onajonlardan iltimos. Bolajonlarimizni oldimizga olamiz, chaqiramiz iltimoslardan. Bola aziz, odobi undan ham aziz degan gap bor xalqimizda. Shunday ekan, mana shu davramizni to'ldirib o'ynab kulib yurgan bolajonlarni chaqiraylik. Iltimoslardan bolajonlar davramizni tark etib turasizlar. Uzoqroqdan, chekkaroqdan tomosha qilib, o'yin kulgu bo'lganda chiqib o'ynab kulsanglar juda ham chiroyli bo'lardi. Iltimoslardan onajonlar, o'g'il qizlarni yonimizga chaqiramiz. Toza tilaklarga beshikdir dunyo. Ocholsang jannatga eshikdir dunyo. Hofiz axtargan qo'shiqdir dunyo, bir kalom aytayin. Kamlik ko'rmangiz, siz ham bizni aslo g'amli ko'rmangiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor assalomu alaykum. Vaqtdagi to'ylar mo'ray bo'lsin aka, umringiz uzoq bo'lsin. Ayajon to'ylar mo'ray bo'lsin. Kelib mo'ray bo'lsin. Gavlaxon ayajon. Ana endi aziz mehmonlar, hop, hammanglar bular ikkala oilani tanisanglar kerak, yaxshi bilasizlar, yaxshi taniysizlar. O'lmasxon akamlar bilan Faxriddin akam qudachilik rishtalarini bog'lab, bugundan boshlab nafaqat quda, balki qiyomatli aka-uka kirishdilar. Shu bilan tabriklaymiz. Gulonoxon ayajonimiz bilan Komilaxon ayajonimiz esa ular ham qudachilik rishtalarini bog'lab, chambarchas qilib, bugundan boshlab qiyomatli opa-singil kirishdilar. Shu munosabat bilan muborakbod etamiz, tabriklaymiz. Qolaversa Faxriddin akamlarni o'g'illarini soni bittaga ko'payganligi bilan muborakbod etamiz aka. O'lmasxon akamlarni esa qizlarini soni bittaga ko'payganligi bilan tabriklaymiz. Albatta kelin sizga kelin emas, balki qizingizdek xizmat qiladi. Faxriddin aka sizga ham xuddi shunday. Nodirxon o'g'illaringiz qatorida mehribon bo'ladi, xudo xolasa. Mana shularning baxti kamon rohatini ko'ringlar. Ayajonlarimizga ham xuddi shunday, birlarini qizlari, birlarini o'g'illarini soni ko'paydi. Hali xalqimizda yana shunday bir gap bor. Onasini ko'rda qizini ol. Onasini ko'rda qizingni ber deyishadi. Onalar ham bir-biriga munosibda juda ham chiroyli gap bo'lishi mumkin emas. Tabriklaymiz. Baxtli bo'lsin ilohim farzandlar. Endi ikki og'izdan yaxshi niyatlar bildirish uchun ota-onalarimizga so'z berishdan oldin men O'lmasxon akam bilan Faxriddin akamlarga farzandlari nomidan, farzandlarining ko'nglidan bir niyat, istak, tilak sifatida bitta narsa aytib bermoqchiman. O'lmasxon aka, mana shu Nodirxondek bir ajoyib o'g'il hovlini to'rida savlat to'kib tursa, yoniga dadajoni padar buzrukvori kelib, shundoq yelkasiga qo'lini qo'yib, o'g'lidan so'rabdi. "Bolam, kim zo'r?" debdi. O'g'il esa, "Dadajon, men zo'rman, men" deb javob beribdi. Dada hayron. Yana bir bor so'rabdi, "O'g'lim, kim zo'r?" desa, "Dadajon, men zo'rman, men" deb javob qaytaribdi o'g'il. Dadasini dili og'ribdi. Ko'ngli ranjibdi. O'g'lidan 7 qadam uzoqlashib, "Shu bolam adashib ketdi-yu, yana bir bor so'raychi." Tili bormabdi so'rashga, yana bir bor so'rashga ahd qildi. Yana bir bor so'raychi deb, "Bolam, kim zo'r?" desa, o'g'il, "Dadajon, siz zo'rsiz, siz" deb javob qaytaribdi. Dada hayron bo'lib, "Ey bolam, hozirgina boshqa javobni bergan eding. Men zo'rman deganding-ku" desa, o'g'il shunday deb javob qaytargan ekan. "Dadajon, siz menga o'sha savolni bergan paytingizda sizni tabarruk qo'lingiz meni yelkamda turgan edi. Sizni qo'lingiz meni yelkamda turar ekan, mendan zo'r yo'q" deb javob qaytargan ekan. Niyatimiz farzandlaringizni qo'li yelkasida hamisha sizlarning qo'llaringiz tursin ilohim. Bular ana shunda hamisha hamma zo'r bo'ladi va albatta zo'r bo'lib qolsin ilohim. Mehribonim, g'amxo'rim, jon dadam, jonim dadam. Bellarimning quvvati, shavkatim, shonim dadam.
Ul zabonu nutqi bor nuri iymonim dadam hovlimizning posboni. Zo'r qo'mondonim dadam. Baxtimizga omon bo'ling dadajon. Baxtimizga sog' salomat yuring dadajon. Ishongan bog'imiz, suyangan tog'imiz sizsiz dadajon. Aziz boshingiz omon bo'lsin aka, umringiz uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz. Endi ikki og'izdan farzandlarga yaxshi niyatlar bildirsanglar. Bo'lmasmi aka? Ana qarang. Ana qarang. Ana bir-biriga hurmatni, bir-biriga izzatni qarang. Bu qudam gapirsin desa-da Xudodan bu qudam gapirsin deydi-da. Bir-biriga hurmatni, izzatni qarang, salomat bo'ling. Endi O'lmasxon akamni Faxriddin bitta gaplariga qo'shilaman. Siz ham mehmonsiz, ham yoshingiz ulug'roq ekan. Shu bilan birgalikda xalqimizda shunday bir gap bor. Xudosi borni xudosi bor, xudosi borni duosi bor deydilar. O'lmasxon akamning qudalari bitta niyatingiz izhor eting aka. Rahmat, katta rahmat. Aziz mehmonlar, shu kechani avvalambor shu kechani tashkil etgan, shu kechaga shu mehnatlari bilan, o'zlarini ishlari bilan tashkil qilgan Xudoimizga katta rahmat aytamiz. Undan keyin mana ikki yoshlarga ilohim qo'shib qarishsinlar. Sev farzand, baxtli umr ko'rsinlar. Namunali oilalardan bo'lib xalqimizga, O'zbekistonimizga xizmat qiladigan bo'lib yetishsinlar. Bu kechaga kelgan hamma mehmonlarga rahmat aytaman. Xudo xursandmiz, bizlarga xursandchiligimizga ohang bo'lib kelganlarga katta rahmat. Sizga ham katta rahmat. Faxriddinga salomat bo'ling aka, umringiz uzoq bo'lsin. Ko'p yashang, ko'p rahmat. Mana shu yaxshi niyatlaringiz o'zingizga ham yo'ldosh bo'lsin. Ko'nglingiz to'q bo'lsin Faxriddin aka, bitta narsadan. Keling menga yaqinroq. Ko'nglingiz to'q bo'lsin. Nodirxon qizingizni albatta baxtli qiladi. Bunga 100% kafolat bor. Siz oldindan qanaqa kafolat berasiz, garantiya berasiz deb so'rab qolishi mumkin birodalar menda. Kafolati shundan iboratki, olmani tagiga olma tushadi. Hali hech qachon olmani tagiga shoptali tushmagan. O'lmasxon akamdek ajoyib insonni farzandi ana shunday o'zlaridek ajoyib bo'ladi albatta. Keyin yana shu gapimni davomi yana bitta narsa borki, kuyovni qaynotani tuprog'idan yaratadi Alloh deyshadi. Sizdek oliyjanob insonni kuyovi albatta qizingizni baxtli qilmasdan ilojisi yo'q. Baxtli bo'ladi, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Baxtli bo'lsin ilohim. Ana endi mehribon padarmizgorimiz, to'yimiz sohibi, kechamizni qiroli Nodirxon To'matura ukamizni padar buzrukvorlari, bizning qadrdon akamiz O'lmasxon akamga so'z tilaklaringizni izhor eting akajon, marhamat. Ayollarga kiyim akajon, marhamat. Tug'ilgan ona yurt O'zbek diyorini sog'inib keldim. Ajoyib xush havo bog'i bahorini sog'inib keldim. Jahonda ko'rmadim O'zbek elidek mehribonlikni, hamma mehmon navoz rasm shiorini sog'inib keldim. Assalomu alaykum do'stona aziz mehmononi giromi. Xushomadeton, xushomadeton, xushomadeton. Imshab in dargohi domotiri kelin podsho. اینها تو همین رضا نادرخان و گلمیرخان بودن، لیکن امشب اینا دامادتره کلیم پاشا. مبارک باده، روز نیک مبارک فرزندای من. الله براتون دراز کند، بختتون اتیاد، سر فرزند شویتون. سالهای آینده همیشه با فخریدین کتی با نبرتای ها با الله رسولت گفته امید میکنیم. مهمونان گرامی، ما هم بریم شویتون این یاشا همین بچه های من بریم شوید، این کلانا بریم من شوید. مادر گرامی همینجا بهش دادن، مادر 85 ساله شدن، مادرم همینجا دعا کنن همین بچه کویا. همه وقت اینجا امانه بر رسولت. خوش آمدیدون. خداها بالا بش دیگه خدا اکاها، پایین بش دیگه خدا خالاها. خوش آمدیدون. نور دیده تاج سر. فرزندان باز یک بار دیگر میگم. الله داده که عمر بینتون. الله داده که رزق چینتون. یا الله یا نصیب. برای همچنانی که پسرم بستاده که با یک دختره که دیگرم بگم که به خدا که نازنینی چو ستاره های آسمان
لبو دندانت سفید است و مثال دور مرجان. خوش آمدیتان، خوشبخت شویتان. Qarsagiylarni eminglar, salomat bo'ling, rahmat O'lmasxon aka. Ta'rifga til ojiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Qizim dedingiz, kelinim dedingiz, lekin aslida to'g'risini ayting, boynamanga aytgandek. Gulmiraxon kelinimizni qanaqa kelinim deysiz? O'zimni qiz kelinim deyman, boshqasini sizga aytmayman. Salomat bo'linglar. Gulmiraxon kelinimiz juda ham matematikani oliy darajada egallagan, faqat ana shunday bir chiroyli darajada egallagan. Gap bo'lishi mumkin emas. Haq bermaydilar. Juda ham bir chiroyli, juda ham aqlli deydi, aqlli kelinim dedilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana shu kelinlaringiz baxtiga sog'-salomat, farzandlaringiz baxtiga sog'-salomat bo'linglar. Ana endi ijozatlaringiz bilan hayajonlarimizga navbat bersak maylimi? Sizlar endi dadajonlar qarab turasizlar. Bugungi mehribon volida muhtaramalarimiz, hayajonlarimiz birlarini o'g'illarini, birlarining qizlarini nikoh to'ylarida ham bosh ham qosh bo'lib, ham suyunib, ham yig'lab, ham o'ynab, ham kulib yuribdilar. Baraka topsin mana shu hayajonlarimiz, mehribonlarimiz, baxtimizga omon bo'linglar. Endi ikki og'izdan yaxshi niyatlarni aytasizlar. Bu safar Komilaxon hayajon sizdan boshlaymiz. Sababi Nodirxondek ajoyib yigitni tug'ib voyaga yetkazgan ona mana shu mehribon ona bo'ladi. Komilaxon hayajonimiz bugundan boshlab gubernator qaynona bo'ladi. Unvonlari muborak bo'lsin. Hayajon sifat bo'ling, rahmat. So'z sizga. Assalomu alaykum, mehmonlar aziz. Xushomdedon, qachon qo'baqshaydi. Hammadan nimaga xursandman? Prezidentga katta rahmat. Shu Dushanbeni yo'llarni ochib qo'ydi. Mana shunday odamlarni kelib o'limni ko'tarib xush kelibsizlar. Dushanbeden kelgan mehmonlarim xush kelibsizlar. Teşekkür, salomat bo'ling, ko'p rahmat. Bejizga bu gapni aytmadilar, Komilaxon hayajonimiz Dushanbedeklar, umidlar uzoq bo'lsin ilohim. Bir tan, bir jonmiz. Ikki tilda gaplashuvchi bitta millatmiz aslida. Sog' bo'ling, umidlar uzoq bo'lsin. Dushanbedek mehmonlar xush kelibsizlar. Qalaminglarga qasanot. To'ylarimizga, yaxshiliklarimizga tez kelib turinglar ilohim. Ana endi Gulnamxon hayajonimizga so'z kechamizni malikasi. Hayoli, iboli, vafoli, aqlli, go'zal kelinimiz Gulmiraxonni volida muhtaramalar Gulnamxonga so'z. Marhamat, bejizga aytishmas ekan, haqiqatdan aytganlaridek o'g'il tuqqan gubernator, qizni tuqqan imperator bo'lar ekan. Imperator jamoa volida. Marhamat. Assalomu alaykum, mehmonlar. Xushomdedon, muridlar qo'ydilar. Romantikada izzat topib rahmat. Mana ingliz farzandim, otamon Nodirxon, Rahmatulloh Miraoy. O'zingizning nikoh ashom, inoba baxti sahih, kilamone, babaxshavan, bataxshavan, aqdoshon ziyod shavan ilohi. Se farzand shavan, Miraoy. Ana joy raftaga inson shav, qurbondor shav, xizmatdor shav. Padaru modara da ilohi shu. Xizmatoy hamina qadar xursand shuna gardi bu xursand. Hamma vaqt azdan bu xursand shuna davomda biyo. Babaxshayton, bataxshayton. Hamma vaqt biza qo'y eng gapni bizaton hamizaga xushli guzaradi. Rahmat. Qarsagiylar, ko'p rahmat, salomat bo'ling, hayajonlar umringlar uzoq bo'lsin, tani joninglar sog' bo'lsin, farzandlaringizni baxtli, kamol rohatini ko'rib, ularni nevaralarini ham to'ylarda bosh bo'lishlarga nasib etsin. Endi bitta ajoyib sovg'amiz bor ekan, marhamat, olib kelinglar, olib kelinglar. Xudolarga aytilgan bitta ajoyib sovg'a taqdim etamiz o'z egalariga. Marhamat. Shohrux Mirzo kelinimizni okalari marhamat kelishligini so'raymiz, iltimos qilamiz. Shohrux Mirzo akalarini chaqiramiz, kelinglar marhamat. Hozir esa Faxriddin akalarga, Faxriddin aka boshingiz omon bo'lsin. Ajoyib to'nlar niyat qilingan, tani joningiz sog' bo'lsin, ilohim. Biz hamisha baquvvat bo'lsin, sog' bo'ling. Shohrux Mirzo keling. Sizga ham to'ylar muborak bo'lsin. Yaşasın, bir hafta oldu uylangan ekan. Yangi kuyov. Tabriklaymiz.
Sizlar ham qo'sha qarib baxtli bo'linglar, sog' bo'linglar. Umringlar uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz, to'ylar muborak. Aziz ota-onalar, hurmatli davradoshlar, ana endi ijozatinglar ila davramizga, ijodiy sahnamizga yana men san'atkorlarni taklif etsam-u, mana shu ikkala oilani, demak, Rahimovlar hamda Fozilovlar oilasini davraga taklif etib bitta chiroyli raqsga chorlasam-u, bular o'zlarining chiroyli raqslari bilan farzandlarini muborakbod aylasalar. Otadur, onadur bizlarga panoh. Og'ritsak dilini eng og'ir gunoh, yolg'iz murabbiyim sensan yagona. Madhingga nechun kuylamay azizim, ota-yu ona. Davraga marhamat. Sanatjon Jalilov sizlar uchun kuylaydi. Qani ketdik. Aha. Marhamat. Bu tarafa Xudoya raqs taklif qildi. شاد شادم از غم بی آزادم شاد 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 شادم